Assalomu alaykum, mahalladoshlar, qo'ni-qo'shnilar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana meni qo'shnilarim bor, G'ulomjon aka bilan Shukurxon opa. Har kuni erkaklarni tantiratib shu manti, somsa chiqarib turishadi. Shu kimga manti, somsa kerak bo'lsa, aytgandaqa qilib, qanaqa masala, qanaqa bo'lishini aytsalaring, bo'lmasam o'zlaridan ham qilib berishaveradi. Men hozir ko'rsataman. Mana shunaqa yeb to'y bo'lmaydi haligi, ammo shunday hamma qatori qilaman dedi. Mana opam, ammo lekin bilmayman qanaqadir siri bor. Biz o'xshatolmaymiz ish qilib. Opa qilib beraverasa, o'sha zakaz qilishsa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mabodo mana somsalar kerak bo'lsa zakaz beraverasizlar. Qo'limizdan kelgancha harakat qilib Rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin, o'zingiz ham kasal bo'lmang. Sog' bo'linglar. Mana G'ulom akam bilan birga uzoq yillar qo'sha qari farzand nevaralaring duo qilib, mana bizga o'xshagan yoshlarni ham duo qilib, shuna erkaklatib, har kun somsalar qilib, mantilar qilib chiqarib turaveringlar. Qanaqa zakaz bo'lsa, telefonlarini yozib qo'yaman tagiga. Telefon qilib, gaplashib, zakaz qilaverasizlar. Bitta zakaz qilib yeb ko'ringlar, xohlasa, o'zlaring baho berasizlar. Gapirgan bilan baribir ishi yoy chiqadi. Sog' bo'ling, Shukurxon opa, xudo xohlasa, nima qilib to'xtatmang buni. Mana Shukurxon opam ham, G'ulom akam ham pensioner. Nafaqadagi odamlar uyida shunaqa qilib, men boshqa joyda buni tam, hali somsa yeb, manti yeb bunaqa tam ko'rmaganman. Gap to'g'risi, maqtash emas. Men birovni maqtamayman ham, to'g'ri yuziga aytib qo'yaveraman. Rahmat, kampum. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Hali zakaz qilaveringlar. Yo, rahmat. Uyga chiqarib yuborishni uyda yeymiz endi. Akangiz